Nima qizim? Nima qizim? Ali. Rahmat. Bugun mana to'yimizning birinchi kuni. Mendan juda ham bir qattiq ranjigan kuning. Mana bu xatni olib o'qiysan. Firdavs aka, buni ichida nima yozilgan? Aytdim-ku senga. Mendan juda ham ranjigan kuning ochib o'qiysan. Faqat ungacha ochma. Tushundim sizni. Xudo xolasa bunaqa kun keladi deb o'ylamayman. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Dada, bugun nimaga ota-onalar majlisiga bormadingiz? Hammani dadasi borgan, faqat ular orasiga siz yo'q edingiz. Qizim, Nima qizim? Nima qizim? Qachon bizga vaqt ajratasiz bunday erkaklarga o'xshab? Siz ham bizga mehr bering. Biz sizdan ko'p narsa so'ramayapmiz. Siz bilan turmush qurganimizga 7 yil bo'ldi. Butunlay o'zgargansiz. Mayli, menga vaqt ajratmasangiz ham, aqalli shu qizingizga vaqt ajratib, ota-onalar majlisiga borsangiz bo'lardi-ku.